Aleykümselam. O'tiringlar bolalar. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. O'qishlar qanday? Yaxshi. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Aziz o'quvchilar, milliy san'atimizning nechog'li boy madaniyatga ega ekanligi hamda avloddan avlodga o'tib kelayotgan nomoddiy madaniy merosimiz O'zbek bolalar folklor musiqa san'atida bolalar o'yinlari va bolalar qo'shiqlari haqida sizlar bilan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Ma'lumki, har bir mamlakatning o'ziga xos ohanglari, kuy qo'shiqlari mavjud. Shuningdek, bizda ham milliy qadriyatimizga mos millatimizning o'zligini namoyon etuvchi bir-biridan ajoyib bolalar o'yinlari, bolalar qo'shiqlari, xalq o'yinlari, xalq qo'shiqlari mavjud. Bu bir-biridan ajoyib bolalar o'yinlarining ko'pchiligi, bolalar o'yinlarining, bolalar qo'shiqlarining ko'pchiligi sizlarga tanish. Bolalar, o'zbek bolalar folklori uzoq asrdan beri mavjud. Bunga kattalar ham, bolalar ham bab-barobar hissa qo'shgan. Kattalar hamisha o'z farzandlarini o'ylab yashaganlar. Mehnat va ijod bilan shug'ullanganlar. Kattalar butun bir sistemadan iborat bolalarni erkalash pozitsiyasini yaratganlar. Bolalarga mo'ljallab ajoyib, g'aroyib ertaklar tug'ilganlar. Zehnni chaqlovchi topishmoqlar, nutqini rivojlantiruvchi tez aytishlar ijod qilishgan. Bu jarayonda kattalar bola va uni taqdiri to'g'risida qayg'uradi va bolalar haqida bir talay qo'shiqlarni to'qilishiga kattalar sababchi bo'lgan. Bugun sizlar bilan birgalikda bolalar o'yinlaridan kim oladi o'yini haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman va birgalikda ijro etamiz. Kim oladi o'yini yarim doira shaklida davra qatnashchilari yarim doira shaklida turadilar. Do'ppini baland qo'lda ko'targan holda kim oladi yo shug'ullanadi yo, kim oladi yo shug'ullanadi yo deb davradagi qatnashchilarga o'yin boshchi 2 marta aytadi. Keyin o'zi xohlagan davradagi bolalardan biri chiqib, "Man olaman shug'ullanadi, man olaman shug'ullanadi." Demak, bolalardan kim chiqishi mumkin? Qani, kim bo'ladi? Qani isming nima? Meni ikkinchi nevaramning ismi Muhammadami. Qiz bolalardan kim keladi? Bolalar kim oladi mana? Qani ketdi. Birinchi qizchamiz aytadi. Ey, bolalar! Kim oladi? Shug'ullanadi. Qani? Bolalar, kim oladi? Shug'ullanadi. Men olaman shug'ullanadi. Men olaman shug'ullanadi. Endi qizchamizdan keyin qolganlar aytadi 2 marta. Kim oladi yo shug'ullanadi, kim oladi yo shug'ullanadi. Qani? Kim oladi? Shug'ullanadi. Kim oladi? Shug'ullanadi. Men olaman shug'ullanadi, man olaman shug'ullanadi. Qani? Men olaman shug'ullanadi. Men olaman
shuginadio. Qani bizlar aytamiz, davradagilar. Botib tursin. Yo'q, ololmaysan. Shuginadio. Olmaysan, shuginadio. Muhammad Amin aytadi. Ololaman, Shuginadio. Ololaman, shuginadio. Davradagilar. Botib O'zingni ko'rsat, shogirdsan ham o'zingni ko'rsat. Juda yaxshi, juda yaxshi. Endi olayotgan paytda bizlar hammamiz qiyqirib bilan qani oldi deb aytamiz. Xo'p, birgalikda. Qani juda yaxshi bir marta. Amalda shuni bajaramiz. Tayyormisizlar? Juda yaxshi. Ketdik. Hey, bolalar, kim oladiyo? Shuginadio. Bu qanaqa o'yin bu? O'zimizning milliy o'yin. Qanunda ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz-da. Hey, bolalar, kim oladiyo? Shuginadio. 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 Ikkinchi guruhga mansub qo'shiqlar bolaning tug'ilganidan to 6-7 yoshga to'ldirgungacha ijro etiladi. Ikkinchi guruhga mansub qo'shiqlarimiz erkalar, suyish qo'shiqlari. Bu erkalamalar, sovutmachoqlar, qiziqmachoqlar tarkibiga kiradi. Aziz o'quvchilar, erkalamalar, qiziqmachoqlar, suyish qo'shiqlari ishtalab bolam qarsaki, bobosiniga borsaki, bobosi qo'y so'ysaki, go'shtidan bir qo'ysaki. Bu erkalama qo'shiqlar. Bu qo'shiqlarimiz ikkinchi guruhga mansub qo'shiqlarimizdan hisoblanadi.
Chankovuz haqida qisqacha sizlarga ma'lumot beraman. Chankovuz qadimda o'zbek xalqining o'tmish davrida dastlab chankovuz yog'ochdan yasalgan. Keyin qamishdan, keyin esa temirchi ustalar tomonidan temirdan yasalgan. Chankovuz milliy cholg'u asbobi hisoblanadi. Hozirgi kunda respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha folklor badiiy jamoalar o'z dasturlarini chankovuz bilan boyitib, dasturlarini boyitib kelmoqdalar. Bugun men sizlarga chankovuzga boysuncha nag'malardan chalib beraman. Aziz o'quvchilar, tanishgan qo'shiqlarimiz bilan sizlar bu qo'shiqni matnini yod olib, mahallada, uyda, oilada, maktabda bo'ladigan tadbirlarda ijro etishlaringiz mumkin. Bugungi mahorat darsimiz sizlarga yoqdimi? Xursandmisizlar? Juda xursandman. Men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi mahorat darsiga uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Xayr, ustoz, rahmat sizga. Sog' omon bo'linglar. Xayr bo'linglar. Jamiyatni rivojlantirishga mana shu nomoddiy ma'naviy meroslarni qadrlash, uni qadriga yetish juda bir jamiyatga kerak narsa. Ayniqsa yosh o'sib kelayotgan yoshlarimizga juda ma'naviy ozuqa beradi. Men bir narsadan xursandman. Mana Nari akam doimiy ravishda mana shu bizning maktabimizga keladilar, mana yoshlar bilan mana shunday ishlarni olib boradilar. Men bu kishining ishlariga rivoj tilayman. Bundan keyin doimiy, kanda qilmasdan maktabga doim kelib turishingizni xohlaman. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Yoshlarimiz juda sizdan ozuqa oladi. Boringizga shukr akajon. Sizga ham rahmat. Rahmat.